egalari shu kiyimingga mosdan topib qo'ydim o'tdilar. Shunda to'xtatdilar. Endi avtorda boshlab olmasa bo'lmaydi-yu. BMW X7 topib qo'ydim. Eng qizig'i yangilari 180 ming, 170 ming dollarda turibdi. Sen yarim narxiga bosvorsiz bo'lar shu mushna. Qarang, diskasini qarang, chiroyliligini. Mushni vashim ishkilat naqdi. Atiga 80 ming yurgan. Buni salonni qarang. Bu namuncha sig'i buni sirinasi. Siz ham dushmanlaringiz shunaqa moshlarni ko'rib turib, orqasi shunaqa bo'lib ketadi. Qarang, BMW X7 multirullari bor, ikkita monitorlari bor, xrustalning eng qizig'i skoruslari, polni xrustal, Harman Kardon akustika sistema, polni alkantara. Sonlarga bosvorsiz bo'laveradi-yu. Sidinalarda masajlari ham bor. Endi buni bitta orqa salon qarang, oilaviy kompaktli mushni. Orqalarida ham monitorlari bor. Oilaviy o'qib ketishingiz mumkin bu mushada. Lekin gapi, orqalardan atakoy serozli apparat. Bu mushna azili 2020-yil. Endi egalar bilan gaplashib, bu mushnamiz narxini 83 ming dollarga bosvorsiz bo'ladi. Egalar raqamini qoldirib, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.